$70.000 evaziga 98 kvadratli Novostroyga domimizni sotuvga chiqqan akalar. Yotirishmadili $70.000 Kirosh ishimiz bo'pti. Dekorativ oynalar qo'yilgan, prixojamizni kattagina hol, divanli zona, barcha mebel texnikasi bilan urushdan boshlab ko'ramiz. Birinchi xonamiz o'zining yuvinish xonasi, ko'p tursa kir mashinalarigacha barcha narsasi qo'yilgan. Ikkinchi ko'radigan xonamiz ota-onalar yotoqxonasi, mebel texnikalari bor. Mana shu ko'radigan mebellar barchasi qoladi. Uydan hech bir narsa ko'tarilmaydi, hamma narsa qoladi. Kuxnya mebellari divanli zona qilingan. Ko'p tursa bu yerda hol, divanli zona qilingan. Birin-ketin xonalarni ko'ramiz. Hop, bu atrofimizda bolalar yotoqxonasi. Yotoqxona ko'rasiz, ikkita karavotlar, shkaflari qo'yilgan. Endi bu tarafimizda o'zini mehmonxonasi bor, radiatorlargacha qo'yilgan. Bu tarafda divanli zona qilib qo'yishgan, kondisionerlar qo'yilgan. Mehmonxonadan bizni balkonga chiqsak bo'ladi. Ko'rasiz, shunday qilib yo'l yuzida joylashgan. 9 qavatli Novostroyga domimizning 3-qavatida bo'pti. Lokatsiya kelganimiz Yangi yo'l tumaniga kelganmiz, Yangi yo'l shahar. Shu Yangi yo'l dehqon bozorining oldida joylashgan. 98 kvadratdan iborat, narxi $70.000. Narx pulma kelsa $70.000 yana o'tib bergan joylari ham bor. Variantga olaman, sizlar boshiga 40.000 berasizlar, $75.000 ga tushadi. Qolganini o'zingizlarga gaplashsanglar bo'ladi. Xolasizlar cheriz bank, xolasizlar o'zlaringiz gaplashsanglar bo'ladi. Egalar pastda aloqaga chiqib qo'rasizlar, mana shu ko'rgan mebel texnikalar barchasi qoladi.